Nasihati amma. Abduqodir Damulla ibn Abduvaris Qashqari. Bismillahirrahmanirrahim. İslamiyet alimining danishmanlari, Diyanet dunyosining ixlosmandlariga ro'shan va ochiq bo'lsinki, hozir ham kelgusining baxt, saodati, sharofati, iymon va yaxshi amallarni qilish bilan maydonga chiqadi. Şunun üçün İslam dininin muqaddas qanunu bo'lgan Qur'oni Karimning bir qancha yerida iymonni yaxshi amal bilan birlashtirish haqida, ya'ni nazariyani foydali amaliyat bilan birlashtirish to'g'risida alohida oyatlar keltirilgan. Har qanday bir amal yaxshi niyat bilan bo'lmasa, u qilch foyda bermayli qolmasdan, balki yomon oqibatga giribdor qiladi. Iymon qancha yaxshi bo'lgan bilan, u foydali amaliyat bilan birlashtirilmasa, kamolatga yetmaydi. Bu sırlardan mütəvər peshqadamlarimiz və burunqi alimlarimiz xabardar bo'lib, bütün g'ayrat shijoatini yaxshi ishlarni qilishga, uni boshqalarga bildirib, Allohning so'zlarini ustun o'ringa qo'yishga, islom haqiqatini tashviq qilishga va islomiyatning chaqiriqlarini tonishtirishga sarf qilishdi. Ana shundoq ulug'larimizning ko'rsatgan g'ayrat shijoatlari natijasida muqaddas islom dini butkul olamga nur chechib, haqni nohaqdan va nohaqni haqdan ayirib, ishning haqiqatini tamomiy olamga oshkor qildi. Ittifoqlik, ilm, ma'rifat, insof va adolat o'z qudratini ko'rsatib, jabr, zulm, ixtilof, ikkiyuzlimilik va ilmsizlik zavolliqqa yuz tutdi. Islomning obro'yi va haybatidan uning xilof ish qiluvchilar hayronlik ham g'am andish ichida qoldi. Bu bo'lsa Qur'oni Karimda ko'rsatilgan payg'ambarimiz aynan yetkazgan yaxshi amallarning natijasi ham xosiyatidandir. Biz navbatda bu yaxshi amallarning yo'llarini bayon qilishni to'g'ri topdik. Din islomning yo'lboshchisi Qur'oni Karimda ko'rsatilgan yaxshi amallar monola, ixlos, har ishni jon dil bilan o'rindash, tozalikqa rioya qilish, ibodat, ittifoqlik, uyushqoqlik, nasihat, do'stlik, insof va adolat, kengishish, dilni xiyonat va adovatdan pok qilish, sexiylik, isloh qilish ruhi bo'lish, chidamliq va eg'ir besiq bo'lish, go'zal axloqiy fazilatga ega bo'lish, o'zaro kuyinish va yordam berish, yaxshi bo'lish, ilm o'rganish va boshqalarga o'rgatish, insoniy munosabatni bildirish, boshqalarga manfaat yetkazish, kuyimchanlik, sadoqat, kang qo'lliq, saxovat, yaxshilik, tadbirchanlik, rostchilik, har ishni to'g'ri yo'l yo'riqqa binoan qilish, yaxshi yo'lga menish, yomon yo'ldan qaytish qatorliqlar islomiyatda buyurilgan yaxshi amallardir. O'tganda yuqorida aytilgan yaxshi amallar barliq ahli islomga o'zlashib, hamma kishi uni o'zining o'lchami qilgan. Ishlar bo'lsa Qur'oni Karim, hadis sharif va munavvar peshqadamlarning ko'rsatmasi ham yo'l yo'riqi bo'yicha bo'lgan edi. G'alaba va yetakchilik ahli islomning maxsus nasibasi bo'lib, izzat hurmat Allohga, payg'ambarga va mu'minlarga xosdir degan oyatning hukmiga muvofiq ega bo'lgan edi. Qachoniki ahli islomning axloqi buzilib, yaxshi ishlar bilan shug'ullanishga nuqson yetdi, ittifoqlik yo'qoldi. O'rinliq va bekorchilik, zulm va xiyonatchiliklar maydonga chiqdi. Ilm, ma'rifat kemaydi. Butkul ahli islomning shuhrati yo'qolib, xor, zarliqqa yuzlandi. Peshvolarimizning axloqiy va asarlari unutilib, xurofotlik bosh ko'tardi. Izzat, obro'ylar qo'ldan ketdi. Insof bilan yaxshi mulohiza qilsak, bunday yomon oqibatga o'z qilmish atmishlarimiz va islomiyatning yo'l yo'riqlariga amal qilmaganligimiz sababchidir. Shuning uchun bugun biz parishonlik, azob, kulfat, g'am andishiga giribdor bo'lib, pushaymon va hasrat, nadomat chekmoqdamiz. Dehqonchilik, savdo sanoat jihatlarda boshqa millatlardan to'van turmoqdamiz. Keling ay qarindoshlar, o dunyo, bu dunyolik birodarlar, bizdagi oqibatlarning umidsizlik, o'rinliq va jur'atsizlikdan kelib chiqqanligini tunib yetib, nachar axloqdan yenib, diniy islomning yo'l yo'riqi bo'yicha ish qilaylik. Ulug' peshvolarimiz bizga ta'limotlarni bayon qilsin. Xalq ommasiga yaxshi yomonni tushuntirib, axloqiy, aqliy tarbiya bergandan tashqari zamonaviy yangi yo'llarni ko'rsatsin.
Şunun bilan xalqimiz yetim yesir, g'arib g'urbalarning holidan xabar olish uchun o'shri zakat, sadiqi ihson va moddiy yordamlarni ajratib, qo'lidagi iqtisodning sarfiyotini to'g'ri boshqursin. Xalq va millatga shundaqla algi xizmat qilsin. Er va ayollarga ilm o'rganishning farzligini mulohiza qilib, onunğa diqqat e'tiborimizni qo'zg'ashimiz. Xotin qizlar uchun maxsus maktablarni ochishimiz lozim. Chunki kichik bolalar nodon onasining tarbiyasidagi chaqda yomon illat va bilimsizlikka giribdor bo'lsa, kichikligida odatlangan o ishdan qutulish nihoyat jaboliq. Agar onasi bilimlik va qobiliyatli bo'lsa, farzandini yaxshi axloq bilan tarbiya qiladi. Bundaq bolalarning cho'ng bo'lganda kamolatga yetmagi oson bo'ladi. Hadisdami har bir farzand tug'ilishda ayibsiz, lekin uning yaxshi yomon bo'lishi ota-onasining tarbiyasiga bog'liq degan mazmun bor. Hammamiz o'zimizni to'naylik. Kelgusi iqbolni o'ylaylik. Boshqa millatlar ilm ma'rifat sohasida havoda uchib parvoz qilmoqda. Suv ostida bo'lsa, xuddi quruqlikda yurgandek erkin uzishmoqda. Biz dahi g'aflat uyqusida yotmoqdamiz. Uyqu o'limning burodiri va muqaddimasidir. Bu holatda doim uxlamoq, yo'qolish va o'lim yo'lidir. Hali ham vaqt va fursat bor. Janob Allohning rahmat va inoyat xazinasining ishki doim ochiqdir. Dunyoda umidsizlik bilan yashash to'g'ri emas. İnson kichikligidan tortib ilm o'rganishi va kasb bilan shug'ullanish kerakki, har qanday ishni o'zligidan maydonga chiqarishni Alloh odat qilmagandir. Balki har bir ish tirishchanlik va ijtihod bilan barpo qiladi. Hamma ishga tirishchanlik va fidokorlik ko'rsatish Allohning yo'l yo'riqidir. İnsonning tirishchanligiga loyiq natija bordir degan oyat buningga guvoh isbotdir. Salom yaxshi yo'lga mangan kishilarga.